Monarxiya yaxshi, Nexia 2 o'xshasa, 2 Xiyonatni qanaqa unutib yuboradi? 95% Assalomu alaykum. Bugungi darsligimizda siz bilan eng muhim mavzu oilaviy munosabatlar to'g'risida gaplashamiz va 1 soat davomida qanday qilib nosog'lom munosabatlar, ya'ni kim Xotin, shu ko'ylakni olib bermasam nima qiladi? Yaqindagini dugonangni to'yiga deb yangi ko'ylak oldirding. Moskvaning yoqimsiz shamoli Nafisaning yuziga achchiq tarsakdek urilardi. 45 yoshni qarshilagan ayol uchun bu sovuq shahar nafaqat ob-havosi, balki odamlarning nigohlari bilan ham muzdek edi. O'zbekistonning issiq quyoshi, orik gullarning ifori va farzandlarning kulgusi uning xayolidan ketmasdi. Nafisaning hayoti bir necha yil avval butunlay o'zgarib ketdi. Ustun bo'lib turgan eri avtohalokat tufayli nogironlik aravachasiga mixlanib qoldi. Bir zumda oilaning yuki, 3 farzand, 2 qiz va bir o'g'ilning tashvishi uning yelkasiga tushdi. Qishloqda ish yo'q, topilgani esa rozxorga yetmasdi. Qoni-qo'shnilar, qarindoshlar bir-ikki yordam. U qo'llarimdan asta tutdi. Men ich